Yaqinda men bir narsaga e'tibor qildim. Xorazm viloyatida bir mijozimizning ishi bo'yicha Xorazm viloyatiga bordim. Yana bir boshqa bir mijozimizning ishi bo'yicha Sirdaryo viloyatiga bordim. Mana shu mijozlar bilan ishlash jarayonida shu narsani tushunib yetdimki, tergov organlariga ko'pchilik insonlar siz guvohsiz-ku, advokat sizga nima kerak qabilida chaqirilib, so'roq qilinib, ularga nisbatan keyinchalik oxir-oqibat jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, sizni guvoh sifatida chaqiradimi, gumonlanuvchi sifatida chaqiradimi, qanday sifatda sizni chaqirishidan qat'iy nazar tergov organlariga siz advokatsiz bormang. Yaqinda men bir narsaga e'tibor qildim. Xorazm viloyatida bir mijozimizning ishi bo'yicha Xorazm viloyatiga bordim. Yana bir boshqa bir mijozimizning ishi bo'yicha Sirdaryo viloyatiga bordim. Mana shu mijozlar bilan ishlash jarayonida shu narsani tushunib yetdimki, tergov organlariga ko'pchilik insonlar siz guvohsiz-ku, advokat sizga nima kerak qabilida chaqirilib, so'roq qilinib, ularga nisbatan keyinchalik oxir-oqibat jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, sizni guvoh sifatida chaqiradimi, gumonlanuvchi sifatida chaqiradimi, qanday sifatda sizni chaqirishidan qat'iy nazar tergov organlariga siz advokatsiz bormang.